Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. İctimai uçur vositalari tarqalayotgan sin ko'rinishlar tajovuzchi Xitoyning Sharq Turkiston xalqini tubdan xitoylashtirish uchun har turli vositalarni qo'llanayotganligini takror oshkorlab bermoqda. Sin ko'rinishda Sharq Turkistonning har qaysi shahridan bir turkum ayollarni Xitoycha kiyinib, chag'anni uzatish va yangidan ish boshlash nomida faoliyatlarni o'tkazishga majburlaganligi. Faoliyatga qatnashuvchilarning Xitoy Kommunist partiyasini madhiyalab qizil naqsh etganligi. Yüzden ko'p ayolning cho'ng bir zalda o'ltirib Xitoy o'qituvchining dars berishi bilan Xitoy tili o'rganishga majburlanayotganligi. Rayon bo'yicha bo'lingan kishilarning o'z rayonlarida to'plashib Xitoy tili o'rganishga, qizil naqsha va Kommunist partiyasini madhiyalab naqsh etishga majburlanganligi oshkorlangan. Xitoy o'zining bayramlarida o'tkazadigan faoliyatlarni Sharq Turkiston xalqining o'ziga moyil yoki emasligini sinaydigan vosita sifatida qo'llanmoqda. Xitoy Kompartiyasi Sharq Turkiston xalqining mengisini yuyib, kommunizm ideyasini sindirish uchun madaniyat inqilobi davrida ipagan jinoyatlardan nechasi ortiq pastkashliklarni ijro qilmoqda. Yaponiya xabarlar to'rining 24 fevral bergan xabari qaraganda, Amerika prezidenti Joe Biden ma'muriy buyruq imzolab, Amerikaning buningdan keyin Yaponiya, Koreya va Tayvan bilan hamkorlashib, o'zak ishlash va boshqa yuqori texnikalik mahsulotlarni ishlab chiqarishda Xitoyga beqinib qolishdan tezroq qutulishni maqsad qilgan. Mazkur buyruqda ittifoq allar bilan hamkorlashib, kuchlik va jonliq ta'minlash liniyasi barpo qilish deyilgan bo'lib, xalqaro munosabat bu planning yadrosi ekan. Amerika bu plan orqali Yaponiya, Koreya, Tayvan bilan o'zak ishlab chiqarish jihatida hamkorlik o'rnatdi ekan. Shundaqla Avstraliya bilan mineral savdo hamkorlik barpo qildi ekan. Xabarda bildirilishicha, Joe Biden imzolagan buyruq amaliyotda navbatdagi hukumatning butun Amerikani qoplagan ta'minlash liniyasiga munosabatlik muhim strategik plani bo'lib, Xitoyning cheklimasiga uchirmaslik asosini nishon qilingan. İttifoqdosh allar bilan hamkorlashadigan turli o'zak qatorliq yuqori texnikalik mahsulotdan boshqa yana yerim o'tkazgich, elektrik mashinalarining batareyasi, mineral to'pi metallari, dori va davolash uskunalari qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Avstraliya hukumati internet kattaboshlarini xabar tarqatuvchilarga pul to'lashga majburlash qonun loyihasini o'tirib qo'ygandan keyin Yevropa, Amerika va Kanada buning ovoz qo'shib, texnik magnatlarning xabar mazmuni uchun haq to'lashini talab qilgan. Ba'zi mutaxassislar Facebookning Avstraliya xabarlarini to'sish harakatining burilish nuqtasi ekanligini, texnik magnatlarning monopoliga qarshi kuchli ittifoqning shakllanayotganligini ko'rsatgan. Avstraliya hukumati ilgari surgan axborot vositalari savdosi qonunining taklifi Avstraliya Kengash palatasida muzokara qilinayotgan bo'lib, hafta ichida ma'qullandi ekan. Mazkur qonun loyihasi Facebook va Google'ning axborot vositalari bilan xabar mazmuniga haq to'lash masalasida suhbatlashishni talab qiladiganligini. Agar kelishim hosil qilinmasa, Avstraliya hukumatining kesimchi tayinlash va xabar mazmuniga ijozat berish haqqi belgilash huquqi borligi bildirilgan. Avstraliyadan keyin Microsoft shirkati, ya'ni 22 fevral bayonot e'lon qilib, Microsoft shirkatining Yevropadagi 4 cho'ng axborot tashkiloti organi bilan o'rtoqlik ko'z qarash hosil qilib, Yevropadagi aloqador adliya ramkasini birlikda ilgari suradiganligini. Yevropa birlashmasi yana yangi qonun chiqarib, texnik magnatlarni supalarda ko'rsatilgan xabarlar uchun Avstraliya andisiga o'xshash majburiy kesim modellarini to'lashga majburlab, axborot vositalarining muvofiq haq olishiga kafolatlik qilishini bildirgan. Buningdan ilgari Kanada Avstraliyaga ovoz qo'shib, munosabatli qonun chiqaradiganligi, Google va Facebook sahifasining xabar mazmunini ko'rsatish uchun haq to'lashni talab qiladigan davlatga aylanganligini bayon qilgan. Buningdan boshqa Yevropa birlashmasi va Angliya ham bu yangi qonunlarga o'xshash mazmunlarni qo'yishga tayyorlik qilmoqda. Facebook 23 fevral kuni bayonot e'lon qilib, Avstraliya hukumatining dunyoviy ulgi tikilgan axborot vositalarining haq to'lash qonunining shartlik o'zgartishiga qo'shilgandan keyin Facebook kelgusi bir necha kunda Avstraliya xabar torbitining qamal qilinishini bekor qiladiganligini bildirgan. Uch viloyat inqilobi Nil qo'zg'olonining asosli rahbarlaridan biri, Uyg'ur xalqining qahramoni, harbiy qo'mondon G'ani Muhammad Boqir 1901-yili G'ulji nahiya Qosh yezisining 400 mahallasida kambag'al dehqon oilasi dunyoga kelgan. G'ani Botur kichik dilli ishchan, botur, kuchlik, g'ayratli bola bo'lib, bola vaqtida chelishtidan chiqardi va egiz bo'y, gavdilik, yo'g'onbosh, kang va so'ziq yuzi, qip-qizil, qo'y ko'z, kam so'z odam bo'lib yetilib chiqqan. G'ani Botur 16 yosh vaqtlarida bir kuni 9 tarada boturlik haqida so'z qilayotgan otliq bir qozoq yigitiga "Men mush oliytingni ov qarig'ish tugiga olib bekasam nima deysan?" deb 150 metr orliqni ko'rsatdi. Qozoq yigit "Agar deginingda qilsang, otni sanga beraman. Qilmasang, ov turuq eting mening bo'lsin", deydi. G'ani Botur bag'an peti otni yelkasiga ilib mangdi. Qiyoqasi ko'tarildi. G'ani Botur otni ko'tarib qarig'ishdan 100 metr neri yerga berib qaytirib akeladi.
xalq hayron qoladi. Shuning bilan G'anining Batur degan nomi butun il rayoniga tarqaladi. Ham zulmga, jazonixo'rlikqa qarshi harakat qiladigan nochilar G'anining atrofiga to'plashishga boshlaydi. Ular zolim beglar, jazonixo'r boylar, amaldorlarni tillaydi, masxir qiladi. Epikasi ularning mol-mulkini o'g'irlab, yetim yesirlarga tarqatib berdi. Shunga G'ani Batur 1944-yilgacha ko'p qatim turmalarga tashlangan. Har qatim qamalganda kishanni uzib tashlab qochib ketgan. Eng oxirgi qatim G'ani Batur 1944-yili 5-aprel dushanba kuni hozirgi Urumchi shaharlik xalq sud mahkamasi o'rnidagi Urumchi 2-turmadan qochib Nilq atrofida yushurinib yurdi. Shu kunlarda Nilq tog'larida Gomindanga qarshi harakat berayotgan Fatih Batur, Akbar Batur, Qurbon Burhanidov, Osman Ibrohimov, Seyit Avan ya'ni Akbarning inisi, Nur Obulov, Oshur Mamatov, Musaqan Qurbon, Hamid Muslimov, Rafiq Baychurin qatorliq partizanlar guruhi G'ani Baturning Urumchi turmasidan qochib kelganini anglab uni izlab topadi. Shuning bilan G'ani Batur inqilobga qo'shiladi. Partizanlik shtab qurilganda G'ani Batur 2-partizanlar guruhiga mas'ul bo'ladi. Bu guruhda zulmga qarshi erkinlikka intilguchi 200 dan ortiq partizan bor edi. G'ani Batur shuningdan boshlab har qaysi urush rayonlarida baturlik ko'rsatdi va kishilar tomonidan G'ani Batur deb ta'riflanadi. G'ani Batur va partizanlar Gomindangning G'o'lji tarafdan 10 mashinada kelgan askarni to'sib zarba berib, mazar rayoniga kirgizmay yo'qotib, ularning qoral yaroqlarini g'animat oladi. Sultan Uvays mazarga yushurin kirib, saqchi idorisini pachaqlab tashlaydi. Har millat xalqidan qamalgan 30 dan ortiq kishini qutuldirib chiqadi. G'ani Batur yana Qarusu, Suptay, mazar rayonidagi urushda yomg'irda yig'ayotgan o'qqa qaramay dushman sepini yerib o'tadi. Dushman to'piga otliq besib kirib, dushman qo'ldagi qurolni tortib elib chiqadi. G'anining bundaq baturligi xalq ichida har xil afsonalarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. G'ani Batur Arshangni elish urushida eg'ir yaralanib, Olmato'g'da davolanishga boradi va davolanib qaytib kelgandan keyin vaqtli hukumat uning qahramonlik jasorati, qo'mondonlik mahoratini nazarga olib, uningga polkovniklik harbiy unvon va xalq qahramoni degan hurmatli nomni beradi. U ozodlik qadar 3 viloyat hukumatining a'zosi, Milliy armiya harbiy sud mahkamasining boshlig'i qatorliq vazifalarda bo'ladi. U bu jarayonda Jumhuriyat, ozodlik, istiqloliyat, bahodurlik uchun qatorliq ko'plagan ordenlar bilan tortiqlanadi. Ozodlikdan keyin o'lkalik siyosiy maslahat kengashiga qatnashadi. Keyin Fatih Batur bilan Lanjuda 1953-yilgacha dam oladi. 1953-yilning oxiri qaytib kelib, o'lkalik siyosiy maslahat kengashiga a'zo bo'ladi. 1954-yilning oxiri G'o'ljiga ketadi va 1956-yilning oxiri hozirgi Qozog'istonga chiqib ketadi. 1990-yili 89 yoshida Olmuta shahrida vafot bo'ladi. Biydi kökü yayılgan mezgili yetip geliş aldıda durvatıdı. Menimce kişiler biydi kökünü tonusumu, bırak biydi kökünün qandaq şifalı xislatı barlığını bilməsligi mümkün. Bugün biz köpçülük bilen biydi kökünün şifalık rolü hakkında ortaklaşmakçı. Birinci, biydi kökünü köp qatim yap bergende çaç şüş ve çaç aqırışının aldını alğıl boludu. İkinci, biydi kökü közünü roşanlaştırdı, qoruqni yoqtudu. Üçüncü, biydi kökünü izip, həsərlik aralashtirib işşiğan joyga çapsa, işşiqni ve yallığını qaytırdı. Dördüncü, biydi kökünü izip, sos otda qorup, qaymaq bilen aralashtirib köp qatim yap bergende süydükni ravallaştırdı. Dam sıqılışqa ünümü alaydı yaxşı. Beşinci, biydi kökünü qurutub çay demlep içse, iştahını açıdı ve uruqladıdı. 6. Biydi kökünü pişirib yap bergende pey tartışqa şifa boludu, bedenni quvvatlab, qanni ko'paytidi ve qan azlıqqa alaydı manfaat qiladi. 7. Qurutilgan biyidini so'qib malham qilib, badanga surkab bersa, qon buzilishdan bo'lgan qichishqaqqa manfaat qiladi, terini parqirtadi. 8. Biydi kökünü jiq yap bergende bola emitayotgan ayollarning sutini ko'paytidi. 9. Biydi kökünü ko'proq yap bergende diabet kasaliga manfaat qiladi. 10. Biydi kökünü jiq yap bergan vaqtda ko'z kasalligining oldini oladi, ham ko'zni ro'shanlashtiradi. 11. Biydi kökünü siqib suyini ichib bergan vaqtda quruq issiqdan bo'lgan uyqusizlikqa alohida manfaat qiladi. Xabarlarımızı köküne Allah'a rahmet. Görüşküçü aman bulunlar. Hayır hoş, Allah'a emanet.